Assalomu alaykum. Biz kanalimiz Dorog'on bugun Nafaqat Bog'cha qishlog'i Olaychi mahallasidamiz. Bu obyektni 188 kvadrat metr mahsulot ishlatdik. Notor qaraligida 135 ming so'mdan hamma rasxoti ichida. Mana video obzorni ko'ramiz. Xo'p, bu shapkamiz uzunligi 30 metr yonboshlari bilan. Bu yonboshlari bu holatda ishlatganmiz. Tamoyil bor edi, tanlovdan tashqari telefonda navo qismida hamma narsa bo'ldi. Mana burchalarni ham butun holatda qilib chiqavergan. Ichkarida oziqlangan neobishni hozirgi trendda bo'layotgan maqomda bo'ldi. Ko'rib boqamiz. Hamma asosini o'tirib qalaydi, shunga tashlabdi. Bu burchaklarni oladi, butun burchak bu burchakni ham butun holatda qilib chiqardik. Narari burchakni ham butun holatda qilib chiqardik. Stiklari yo'q bo'lsa. Ishimiz vodiy bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarni 92 062 11. Yana bir qator video bor. Go'zal holatda. Ish bo'lsa shunchalik bo'ladi inshaalloh. To'g'rimi do'st? Do'st, to'g'ri.